Fazo tekstilda xodimlar oyliklarini o'z vaqtida oladimi yoki yo'qmi? Ketdik, o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Fazoda oyliklarni o'z vaqtida olasizmi? Albatta. Siz ham o'z vaqtida oyliklaringizni olasizmi? Doim. Oyligingizni o'z vaqtida olyapsizlarmi? Hormang, yaxshimisiz? Siz ham fazoda o'z vaqtida oyliklaringizni olyapsizmi? Albatta hammamiz o'z vaqtida ishlarimiz, oyliklarimizni olyapmiz. Fazoda o'z vaqtida oylik olyapsizlarmi? Ha, o'z vaqtida oyliklarimiz berilyapti. Shohjahon, hormang. Siz ham o'z vaqtida oyliklaringizni olyapsizmi? Albatta, o'z vaqtida. Ishxonada oyliklaringizni vaqtida olyapsizmi? Allohga shukr, o'z vaqtida Yoki- olyapmiz oilalarni. Yoki bir muammolar bo'lyaptimi? Yo'q, muammolar yo'q. Oyliklaringizni o'z vaqtida olyapsizmi? Biz nima uchun bu savolni berdik? Chunki har bir inson uchun eng muhim bo'lgan narsa vaqtida berilgan mehnat haqqi. Fazo tekstilida mehnat qadrlanadi, oyliklar o'z vaqtida beriladi. Siz ham ahil jamoa, barqaror ish izlayapsizmi? Unda Fazo tekstil jamoamizda sizni ham kutib qolamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun shu Telegram bot orqali ro'yxatdan o'ting.